Biz yana Zakovat arenadamiz. Bugun final. Final bo'lganda ham oddiy final emas. Super final ishtirokchilarini aniqlab beradigan final. Kunning avvalida shaxmat bo'yicha jahon chempioni bolgariyalik Antuanetta Stefanova hamda germaniyalik Yevropa chempioni Matthias Blübaum o'zbekistonlik shaxmat ishqibozlariga seans o'tib berdi. Ya'ni bir vaqtning o'zida barcha ishtirokchilarga qarshi o'ynab, master-klass ko'rsatishdi. Bolgariyalik shaxmatchi qiz bilan o'ynadik. Juda ham qizg'in kechdi kurashlar. Hattoki durang so'radik, rozi bo'lmadilar. Lekin oxirida qiyinchilik bilan bo'lsa-da, raqibamiz g'alaba qozondilar. Men xursandman, yutqazgan bo'lsam-da, shunaqa bir jahon chempionlari, ayollar o'rtasidagi jahon chempioni bilan dona surganimdan. Jahonga mashhur grossmeysterlarning o'yinidan so'ng final bosqichining dastlabki 5 ta turi o'yinlari o'tkazildi. Zalda to'liq sukunat. Ishtirokchilarning ichlaridagi olov esa bilimda charxlangan miyalarni hayajon ila qizdirmoqda. Mana shu qaynoq harorat ertaga eng avj nuqtasiga chiqadi. Chunki 23-oktyabr kuni bizni chinakam intellektual shou kutmoqda. Turnirning ertangi yakuniy qismida g'oliblar aniqlanib, taqdirlanishadi. Undan tashqari siz tomoshabinlarimiz uchun ham bir qator sovg'alar tayyorlab qo'yilgan. Shuning uchun keling, super finalni birgalikda milliyda ko'ramiz.